Assalomu alaykum shef pichoq obunachilari. Mana bitta yangi masla naborimiz tayyor bo'ldi. So'mkachalarga to'yib, o'ta ixcham yana, udobniy ko'tarib yurishga ham, qoq-qoq qilib chiqib ketgani ham bemalol, yengil, udobniy bo'lgan. Ichida mahsulotlarimizni tashlab o'tamiz. So'mkachalar bilan qo'yilgan. Bunda 4 ta pichog'i, bitta chopqisi bor. Bu razdelka pichog'i. Bu terishiladigan pichog'i mana. Qo'y so'yganda, mol poy so'yganda. Bu kalla oladigan pichog'i, go'sht pishga so'radi bemalol. Bu mana aqochni ovchakalar uchun mana tog'-poqqa chiqqanda ovlagani. Bu mana chopqisi. Go'sht pish shopgani, savdolarga bemalol. Bir reaksiyasini ko'rsatamiz sizlarga buni. Chopqisi mana. Nerjabekidan bo'lgan, zaylamaydi, qoramaydi, pichoqlar ham, chopqilar ham. Mana terishiladi yana. Mana yengil, ketaveradi. So'mkalariga, va so'mkalarning 2 qavatdan bo'lgan. O'ta ham udobniy, chiroyli chiqqan, sifatli. Kimga mana shunday sifatli ishlar kerak bo'lsa, bemalol orqaga chiqarasizlar. Videoni do'stlarga ulashib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Har bundan qiziq, chiroyli video naborlarimiz tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Inshaalloh dastlabkamiz bor, O'zbekiston bo'ylab chet ellarga ham bor.